maxsus soliq rejimi joriy etish belgilangan. Buni qanday hal qilamiz? Rad etilmagan joy bo'lsa, unda muhokama qilsak bo'ladi. Qonunni qabul qilyapmiz. Nimaga bunaqa sinab berilyapti? Alohida har bitta qonunga kiritish menimcha maqsadga muvofiq emas, shuni inobatga olib qo'yish. Parlamentdagi qonun ijodkorligi jarayoni o'ziga xos ahamiyatga ega. Gap shundaki, haqiqiy bahs va munozaralar ayni shu jarayonda fraksiyalar, qo'mitalar yig'ilishlarida bo'ladi. Shuning uchun ham ushbu yig'ilishlar soatlab davom etadi. Deputatlar, soha mutaxassislari, ekspertlarning fikrlari, takliflari, mulohazalari eshitiladi. Muhokamalarda ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lgan qonun loyihalari esa palata majlisiga kiritilmaydi. Shunga ko'ra, ko'p soatli muhokamalarda deputatlarning e'tirozlari asosidagi qonun loyihalarini qayta ishlab maromiga yetkazishga jiddiy e'tibor beriladi. Siyosiy partiyalarning bu galgi yig'ilishlarida qaysi qonun loyihalari muhokama qilindi? Bu haqida esa reportajimiz davomida bilib olishingiz mumkin. Chet el fuqarolari uchun maxsus soliq rejimi joriy qilinishiga qaratilgan qonun loyihasi ekologlarning muhokamalar markazida bo'ldi. Bunda xorijlik fuqaro O'zbekistonda ketma-ket 30 kundan ko'p yashasa yoki bu yerda o'z uyi, ijaraga olingan ko'chmas mulki mavjud bo'lsa, qulay va arzonroq soliq tizimidan, ya'ni maxsus soliq rejimidan foydalanishi mumkin bo'ladi. Bunday doiraga kiruvchi chet el fuqarolari belgilangan miqdorda yig'im to'lashi, vakolatli bankda hisob varag'i yoki kripto birjada kripto hamyon ochishi kerak bo'ladi. Shuningdek, agar ularning voyaga yetmagan yaqin qarindoshlari tomonidan maxsus yig'im to'lansa, O'zbekiston Respublikasidan tashqarida olingan daromadlarni soliqdan ozod qilish tartibi belgilanyapti. Chet el fuqarolari kalendar yili davomida 183 kundan ortiq muddat O'zbekiston hududida bo'lgan taqdirda soliq rezidenti hisoblanadi. Bu bilan ularga nafaqat mamlakatimiz hududida, balki xorijda olgan daromadlariga nisbatan ham soliq solish majburiyati yuklanadi. PF 180 farmonida $50,000 miqdorida yig'im to'lagan vakolatli bankda hisob varaqi yoki kripto birjada kripto hamyon ochgan chet el fuqarolarining O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqaridagi manbalardan olingan daromadlarini jismoniy shaxslardan olingan daromad solig'idan ozod qilishni nazarda tutuvchi maxsus soliq rejimi joriy etish belgilangan. Shunda chet el fuqarosi O'zbekiston Respublikasi tashqaridagi olingan manbadan soliqdan ozod qilinadi. Maxsus soliq rejimi, men biroz aniqlik kiritib bersangiz, chet el fuqarosi O'zbekiston Respublikasida 30 kundan ortiq bo'ldi. Uni soliq rezidenti sifatida e'tirof etamiz. Soliq qo'mitasiga ariza beradi, uni ko'rib chiqamiz. Keyin u ariza beradi maxsus soliq rejimidan foydalanish to'g'risida. Ariza maxsus komissiyada ko'rib chiqiladi. Unga maxsus soliq rejimi berilgandan keyin O'zbekistondagi emas, tadbirkorlik faoliyatidan emas, shaxs, jismoniy shaxs sifatida chet eldan olgan daromadlari soliqqa tortilmaydi. O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan har qanday tadbirkorlik faoliyatidanmi yoki boshqa daromadlarmi belgilangan tartibda soliqqa tortiladi. Faqat chet eldan olganiga qaramaymiz. Soliqdan ozod qilamiz. Hozir chet eldan olgani uchun nimaga bizga to'lash kerak? U manbasi chet el bo'lsa, hududi chet el bo'lsa, soliq rezidentlarini amaldagi soliq qonunchiligiga muvofiq soliq rezidenti deb e'tirof etilgandan keyin jismoniy shaxslar chet elda olgan daromadlari bo'yicha ham soliq to'lash majburiyati yuzaga keladi. Bunda ularda o'zaro hisobga olish huquqi bor, agar ikki tomonlama bitim imzolangan bo'lsa, o'sha davlat bilan o'shanda inobatga olinadi. Bo'lmasa ham bu yoqqa O'zbekiston o'sha tashqarida olgan daromadlariga ham soliqqa tortiladi. Endi bu rejimni joriy qilgandan keyin chet el fuqarosi O'zbekistonga kelgandan keyin chetdan olgan daromadiga qaramaymiz. Unga soliqdan ozod qilamiz. O'zbekistonga pul keladi. U pulni nima maqsadda, qonunchilikda belgilangan maqsadda ishlatish imkoniyati oshadi. Parlamentdagi siyosiy partiyalarning fraksiyalar yig'ilishlari kun tartibiga kiritilgan va eng ko'p munozaralarga sabab bo'lgan ayrim qonun loyihalari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Qonun ijodkorligi jarayonini, qizg'in muhokamalarni kuzatib borishni istasangiz, parlamentdagi fraksiyalarni o'tkazib yubormang.